tashrif buyurganlar. İltimos qilardik, ustoz shogird ozgina xirgoyi qilib berilsa agar jonida imkoniyat bo'lsa. Ismlari? Shogirdlari Bekzodjon. Bekzodjon. Keling studiyamizga, marhamat. Bekzodjon Shogirdov. Ikkovsiz tanishtiring, birinchisi Dilaka, keling. Murodov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bekzodjon xush kelibsiz studiyamizga. Bekzodjon Murodov. Bu yigit menga shogird bo'lib kelgan. Bu yigit shogird bo'lib kelishiga ham sabab Xonzoda bo'ladi. Iye? Aha. Nega endi Xonzoda? Xonzodaga ustozlik qilgan, matematikadan dars beradi, o'zi o'qituvchi bu yigit. Matematik. Juda ham chiroyli ovozi bor, qo'shiqlar ham kuylab beradi. Shu meni topolmay yurardi ekanda. Matematik 5 kara 5. Matematikdan hozir qo'shiq 5 ta 5. Bu zo'r. Shu Ketdik bo'lmasa. hozir ozroq xurga qilib beraylik, keyin yana nima qilaman. Endi bu yigitni shu qo'shiq yo'nalishida ham ko'p ijod qilganligi uchun shu birgalikda ustoz deganligi uchun olib keldim. Ketdik, eshitamiz. Umringiz uzoq bo'lsin Aslan aka. Tongda esgan mayin sabolar yorim sochin silab qaytinglar. Samalarda uchgan qushchalar yorga salomimni aytinglar. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'inchlardan yasay guldasta, boqsin unga hamma havasda. Sog'inchlardan yasay guldasta, boqsin unga hamma havasda. Dilimdagi dardlarim asta yorimga borib aytinglar. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'inchdan bu dilim vayron, buni ko'rmay men loli hayron. Ko'zlarim yo'lingda giryan, sog'inganim yorga aytinglar. Yellar chersin ko'ngil torini, bilib keling yorim xorini. Sevar bo'lsa u ham yorini, yilday qaytib menga aytinglar. Sog'indim yor, seni sog'indim. Sog'indim yor, seni sog'indim.
qo'shiqchi sensatsiya. Kelinglar, marhamat. Asliddin aka shogirdingizni olib keling. Juda chiroyli ijro. Do'stlar, biz hozir shu narsani ma'lum qilmoqchimiz, aziz mehmonlar, hurmatli hamkasblar. Bizni Instagram savolimizga to'g'ri javobni, ya'ni choy degan javobni Azizjon Meliboyev yo'llaganlar. Azizjon, sizni tabriklaymiz. Albatta bizga o'zingizni kontaktlaringizni qoldirsangiz, siz bilan bog'lanib, sovg'ani qayerdan olib ketishingizni aytamiz, tabriklaymiz. Endi esa barchangizni oshxonamizga taklif etamiz. Marhamat. bugun bir-biridan ajoyib, turli tuman. Menimcha nonushtaga salatdan yaxshisi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Salat yengil aslida nima deysiz? O'sha yerga olaymi? Marhamat, sizlarni dasturxonga. Keling, o'sha yerga ola qoling mana Samandar aka. Hammamiz bo'pti, Endi keling, erkaklar keling. bo'lgani uchun go'shtdan boshlaylar. Boshqalardan ham. Qani mana go'sht sayli. Uyg'urcha taomini naqadar yaxshi Sharofiddin ko'rasiz aka bilmayman. 1 soatda 3 ta taomni, salatlarni tayyorlashga ulgurdilar. Xonzodaxon, marhamat. Bir qaynana bo'lib baho bering, Xonzodaxon. Yaxshimisiz? Kelinlari taom tayyorlashsa qaynanalarini bir emotsiyalaridan bir ko'rsatib ko'ringchi. Hammadan oldin boshlashim sal g'alati emas. Maylimi? Qaynana boshlashni Qaynanalar beraymi? boshlashadi. Boshlab ko'ring, xohlaganingizda. Oling. Ota suhbat qilyaptilar-ku. Asliddin aka, keling. Aka, biz suhbatni keyin davom ettiramiz, chunki biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz, aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin, Sharofiddin aka. Juda ham zo'r tayyorlangan. Ko'rinishga ko'ryapsiz. Endi mazasiga baho beramiz. Tatib ko'ramiz. Boshlang. Marhamat. Bir ertalab kelasizmi? Oling, Gulasa. Ertalab nasib o'zi. Ijojon. Ertalab haqiqatdan mana shu Bilasan. salatlar, Salatlar bilmayman. haligi sir, oddiy yengilroq ovqatlar yeyish kerakda, choy ichish kerak, nonushta qilganda. Endi mayli, endi bizni hurmatimiz qilib go'shtdan boshlab qoldik bugun ertalab. Qani tatib ko'raylik-chi? Voy, boshlaymi? Qaynana bo'lib. Va kelinimni oldingizga jo'nataman shu master class o'tib bir nima o'rgating. Kelinimni qo'li jib bemaza deydi boshlab qoldi. Albatta, Sharofiddin aka sizga qolaversa, Sevimli telekanalda, Sevimli kun dasturida faoliyat olib borgan barcha operatorlarimizga, ijodiy jamoamizga, qolaversa, uyqusidan voz kechib tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Rahmat. Hammaga rahmat. Xayr, muhabbat. Sog' bo'linglar. Xayr. Omon bo'ling, ko'rishguncha.